Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Shini güzel Yepak yo'li sadash programmasiga qatnashgan mayirlarning ishini haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnik sudi Sultan zavodida ishlangan güzellik mening uchun güzel girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmada qatnashgan mayirlarning qanday tarixlanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lishi kerak. Unda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinci derecege erişken mayırını yaşal makanı olcu dişlep çapta ve yaşalını bazağı sağanileri halkımızdan yaktırıp istimal kılışığı erişken olca Pakıl Müslüman cemiyeti işlep çıkış şirketi 200 milyon kıymetindeki otomobil bilen tartıklaydı. İkinci derece mükafatımız buna ait katta uzak yıllık tatkikat neticesinden diyarımızda tuncu bulup diğer mark Türkiye ala süpetlik görüşlük soda suyunu işlep çıkarıp halkımızdan yaktırıp istimal kılışı ve işlemçiye erişken Ürümçi Kutiyar Fen Teknika Terakkiye şirketi 150 milyon kıymetindeki otomobil bilen tartıklaydı. Birinci mükafatımız olsa Uyghur tibabatçilikine belgelik düz şaşıl kılan Şincan Kinare Meblağ Şirki Erkan Meslatları temizligen 100 milyon kıymetindeki otomobil. Dördüncü derece mükafatımız olsa Zulatka'dan amayen soğan Şincan Mötüver Halkara Soğut Şirketi Elzok Gençilik'e temizligen 50 milyon kıymetindeki otomobil. Şuna koyurmasa mukofot buyumlarımız intayin katta. Özde ötüde bizden mayırlarımızdan tayarlıqımı intayin kısa. Hani mayırımız sahnimizge merhamet. Diyarımızın bepoyon bag'rida san'at turdanlari to'lib ko'p. Ana shu madaniyat san'at boshiga yakandan bir yosh yigit bizga qarab kelyotdi. Aqlim topsamlar, naqsh muzikaga shunday erishman. Maktablarda bo'lsin, mahallalarda bo'lsin, naqshda o'ylab shunday cho'ng'on kelman. Mening yurtim yakandan yana Kachong yisi Al-Nag'ma naqshlari ya'ni Kachong sanami paydo bo'lgan joy bo'lib, menga eng ta'sir qilgan meni san'at dunyosiga boshlab kirgan shu Kachong sanamlari. Men demak xalq naqshlarini, muqomlarni, bo'lib shu Kachongning yerlik sanamlarini yuragimdan yaxshi ko'raman. Bugun qarsam, haqiqatan mening yaxshi do'stlarim, qobiliyatli naqshchilar, yaxshi san'atkorlar bu programmada qatnashib ketdi. Men to'lim xursand bo'ldim. Taxim o'zimga bir ishonch tuyg'usi hosil bo'ldi. Xursand bo'ldim bu programmaga kelganimda. Bu musobaqa nisbatan men o'zimga qattiq ishlama, naqla hech bo'lmaganda, faqat bo'lma deganda 16 ming ishga kirish ketirishim.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Naqshni aytib tugidi ovoz. Xo'sh, oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'ting. İsmim Mahmudjon Mahmud. Yurtum Yakan. Yakanning Kachong, yani Kachong Nashrifi paydo bo'lgan yurtim o'zim. Xo'sh. Siz qanday arzu-armanlaringizni olib keldingiz shu bugungi programmaga o'zingizning? Yangi oqshomdan birini Shinjong To'za istansiyasidan Uyg'ur xalqiga bir anglataydigan niyatda mishan ekan. Ideyalaringiz to'g'ri. Biz Erkin efendim bilan, inim bilan ikkimiz siz uchun bilet tashladik hozir. Aylandik. Demak, biz sizning naqshlaringizni yaxshi ko'rdik. Endi bularni yaxshi ko'rdi, biroq kechikib qolgan ish. Sababdan aylanmay qoldi. Agar men bilan bir hamkorlash niyatingiz bor bo'lib qolsa, men oldingizda turibdim. Endi yana bir gap, Erkin efendi meningdan burun sizni bayqab oldi. Sizdagi Jushqun Asrat nadomat ifodalanayotgan Jushqun naqshini flamenko bilan bir narsa qilishga o'zini payz tutyotdi. Endi Mahmud enim bilasiz, Erkin efendining atrofida aytdi, kuchli qo'shin bor. Har bir ustozning atrofida sizlarga yetakchilik qiladigan nurg'un kuchlar bor. Sana arzularinglarni cho'qim amalga oshirishga tirishadi. Sizlarga oldini qilgandan keyin cho'qim bu masalani o'z ustiga oladi. Mening fikrim tugidi. Erkin efendidan anglaymiz. Mundaq bizniki eng oxirgi bosqichga kelganda bizning shu musobaqamizdan biz muzika atrofini naq maydon qilib naq maydon o'rinlamoqchi. Eng oxirdagi maqsad va muddaimiz shu tirik muzika bilan naqsha aytish. Shunga eng oxir kelgan chaqda meningki shaxsan o'zimning alaylikim shu naq maydon muzika o'ynash. Shunga agar xohlasangiz mening atrofimga kelsangiz biz shu flamenko degan balani qaytib atlashib baqsaq yaxshi narsalar chiqib qilishiga ishonchim komil. Boshqasi o'xshash Abdulla akamni tanlasamizmi? Abdulla akam o'xshash ommaviy hisob bo'lamda yoki xalq naqshi bo'lamda har qachondan pishqon akamiz. Shuna Abdulla akamni tanlasangizmi o'xshash, meni tanlasangizmi o'xshash. Sizga bizniki eng oxirgi ishonchimiz komil. To'g'ri deydi. Sizga huquq o'tib ketdi. Marhamat unda bo'lsa. İxtiyor sizda. Sizning tanlashingiz. Mushu tanlashga erishma deb keldik-ku bu yerga. Xotirjam tanlar. Bu o'zaro yordam qilishimiz yana. O'xshash. Oxirgi qaroringiz Şübihisiz xomashyodan ishlangan suyuncha tish oqartish pastasi sizning choy, tamakidan sarg'aygan tishingizni oqartadi, ham tichirishning oldini oladi. Tishingiz qamisa, yaltatib qolsa, tish miliki qonsa, yallig'lansa, suyuncha unumli tish pastasini ishlating. Agar og'iz bo'shlig'i jarohati, issiqlashib ketish, og'iz purash bo'lsa, suyuncha yalpuz tish pastasini ishlating. Tishingiz pok, dilingiz yo'ruq bo'lsin. Mana biz ishladik. Chinnuridan suyuncha tish pastasi. Putunuz muzlasa, pochaq siqrab tolsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan, tut ya ot yig'i, tut paqalchaq issiqlik meyi badandagi o'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq surishcha. O't ketida. Tutiya. Dostum, taşkın aksıl talqalar bilen tonuşun. Zayıflık, mağdursuzluk illetlerden hoşlaşın. Otur yaş, yaşanğanlar, hanım kızlar, yaşlar, balalar ve diyabet bimarları için ayrım işlendi. Taşkın yürüşlük aksıl talqaları. Adaş.
Ular bizni bek bekletdi. Ularning maqsadi zaten nimada? Boshqalardan anglashimcha, ular bizga toza yo'g'on deb jonkichik to'qib qo'yrimizdan ochqanlarga va har qaysi oilaga yetkazib beramiz. Nima? Biz shuncha kelishgan ham o'maq tursak, ular qarab turib bizni mazzilik tamoq aylantiruvdimi? Shuni degina mening yoshlar bo'lgani o'ziga qo'yinib ketkim yo'q. Ag'inlar, anglasam haydo markalik to'qib qo'rimiz ketibsizda, to'g'rimi tayansa qalb yish bo'lami. Shuni shiltib meni nima qilib asaman rostdan gumon. Asma, o'taqda sana qo'shilma. Haydo to'qib qo'rimiz ketibsiz. Yar yürüyüşlük sular soları. Abdullah efendim dolasam. Bugün tunjukdan ko'rishgan bo'ldim. Assalomu alaykum. Alaykum. Muborak bo'lsin. Prezidentdan yaxshi idoralar yaxshi. Muborak. Bizning qanaqalar? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Mahmudjon Mahmud burun bizga naqshlarni tanlagan. Mana endi Abdullah Abdurahim afandining izbosari bo'lishga bel bog'ladi. Uning keyingi sadolarga tilaymiz. Bepoyon Ipak yo'lida talay alla bo'lgan. Mana bugun yangi Ipak yo'li sadoyimizga Qozog'iston elidan bir suyumli qizimiz do'stlik salimini etgandik. Do'stlik, qarindoshlik mehri jiroq yo'llarni mo qisqarta oladi. Assalomu alaykum. İsmim Mushtari Islom. Qozog'istondan keldim. Bu yil 18 yoshga to'ldim. O'zim rasm çok qiziqman. Do'stlarning bir semini talab qildik bo'lsa, men bek xush bo'ldim. Bugungi musobaqada 16 yoshning ichiga kirishim komil. Mana bugungi kunda shu san'at musobaqasiga mushtarini keldim. Endi shu qizga o'zimning ijozatlarimdan o'zityapman. Saz yo'lda ham ati yo'lda yaxshi oliy tilaklar va oliy o'rinlardan o'rin topqay deb qolar edim.
Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib qo'ying. İsmim Müşteri İslamova. Qozog'istonning Olmut shahridan bo'laman. Siz o'qiyotgansiz? San'at maktabida. Qozog'istonda. Yishingizga boqqanda mushu naqshini yaxshi aytdingiz. Necha yosh kirdingiz? 18. Voy, chiqdingiz. Mana 18 yoshda ovoz to'xtaydi. 18 yoshdan burungi ovoz endi yo bir joy turishi mumkin, yo o'zgarib ketishi mumkin. Ovozingiz to'xtabdi, rahmat, yaxshi o'qitdingiz. Yaxshi aytdingiz. Mushtari qizim, bir savol so'rasam, dadangizning ismi nima? Ablahat Islomov. Ben sizin dadınızı tanıyım. Kazakistan'da tanılgan icatçı. Doğru mu? Doğru. Ben öğrendiğim için, sizni ko'rgandan keyin ozroq gumon qildim shumi nima. Men sizning naqshingizni anglagan burun. Maktabdami bir yerda anglagan? Maktabda. Qozog'istonda. Shunga men o'zimning o'rilmaganimga intayin pushaymon qildim. Naqshini nayt chiroyli aytdingiz. Siz buningmi chiroyli ayta olasizmi bilmayman. Siz bizga ayni vaqtda Qozog'istonda Uyg'ur maktabida naqsh aytmagan vaqtida bundan kichikdingiz. Lekin shu chaqda mana shunda cho'ng naqsh aytmagandingiz. Sizga opirin. Ammo bugun ovozingizni toniy olmay qoldim-da. Mau naqshni balkim jiddiylashib o'zingiz to'liq ko'tarilib ketdi. O'zini to'liq ifodalamay qoldi. Afsus. Yo'q. Yaxshi bo'ldi. O'zingizni shunday chiroyli o'qimoqkansiz, men aytay afsuslandim. Hozir Olmaotada o'qiyapsiz, shundaqmi? Qaysi kasbda o'qiyapsiz? Dirijorlik kasbda. Voy, chavak. Rahmat sana. 18 yoshda mashina yetishkili dirijorlikga oson kasb emas. Yaxshi niyat qilibsiz. Sizni qutlayman, muborak bo'lsin. Biz qolgan uchimizni ayta afsuslanarlik ichida o'zimizning bu qilgan etganlarimizga pushaymon qilyapmiz. Tushundingizmi? bir ilg'or bir o'quvchimizga biz bilet tashlamay qoldik. Bu afsus. Ammo Mahmud apandim zo'r yetakchi. Siz tushunasiz bu gaplarni. Mahmud akangiz bir yaxshi ijodiyatchi. O'z navbatida bizning elga tunilgan bir naqshchimiz. Sizning talantingizga yana talant qo'shib, qanotingizni texnik keng qoqidiganga sharoit hozirlab bera oladi. Siz biz hammamiz o'xshashla omad tilaymiz. Cüret, tatbilik, özlüm, halkış royu bu kızda taza öz ifadesini taptı. Mahmud Sulayman Efendi müşteri sınırınızı yeni bir pelliği yetekleydi. Gunca Yaşlı gülünün simvoli. Gunca Ozuqluq ve soğuk kanğandılar güzellik cilvin. Guncanın güzelliğinin öğrelemiz oldu. Gunca ben hoş yürüştükin. Gunca. Büyük hoş önümlük çaş ve beden yüz sopunu sizni bir qitimdili yuyunish maqsadingizga yetkazadi. Büyük hoş önümlük sakal mağızbıda sakal eriş ve yüz yuyishni bir vaqtda tamamlayolasiz. Büyük teri canlandırışmayı, yüzlü korkuşuş, yeriliş, yüzlü kepak örleş, teri tartışını türküdüğün kök önümlük nemli saklaşmaydı. Endi biznekiga armışlanmanglar. Büyük erler, büyükni işiltidi. Şübihsiz mahsulat işleydiğin Çin Nuri biyotexnikisi.
Ajdodlarimiz balalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijildasa, sovuqi ishib yig'langu, sigak bo'lib qolsa, quyruq yog'ni o'tqa qatlapmaylikdi. Bugungi kunda Sultan zavodi yerli kreditdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan bolalar quyruq megi, bolalar cho'sh badan so'qini, bolalar badan o'qisi, bolalar sut malhamini, omon farzandlarning sog'lom pok cho'ng bo'lishini sundi. To'g'ri bilishga texmi aqlik. Sho'q-sho'qlarimiz shubhisiz cho'ng bo'lsin. Chin nuridan sho'q-sho'q. O'g'lim, aql parasat nada? Mana mengida. Hayotlik va vijdonchi. Mana yurakda. Amsa, yurakning mengning quvvati nada? Mana maviyada. Yaraysa o'g'lim, hayotlikning yildizi yurak va mingdir. Kanada Jameson yurishlik mahsulotlari yurak menga sog'lomligi uchundir. Jameson yurak meni yashatish mahsuloti qon tomirlariga axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinadi. Hammadan bilib olsin. Xinjiang Royab xalqaro so't chekish shirkati haqiqiy import qilgan. Siz bilib oldingizmi? İsip kostüm için şundan yakışık kerak. Şu. The Italian style. That is what you know. Qaranglar, birlashtirsak ham go'zal emas. Yaxshi loyihalar moslashtirilsa, ko'rkam nusxalar barliq keladi. Qo'ligul ustolarning hamkorligida mukammal asarlar ro'yobga chiqadi. Esilroq, Turkiya va Italiya o'zgacha kostyum nusxalarining mujassimi, mo'tabar kostyumlari salobatimizga salobat qo'shadi. Chin nuri biopan texnikasi Sultan zavodi ishlangan go'zallik mening chin go'zal girim buyumlari mohirlarga omad tilaydi. Bu bir hayot sahnasi. Har kimga o'rin va fursat bor. Mana bu qozoq yigiti O'roz Ko'kchal ishonchi bilan sahnamizga yetib keldi. Endi ән айту менің кішкентайымнан қызығатын кәсібім. Неге дегенде мен кішкене кезімде үйде менің ағам домбыра çalып, гитар çalып ән айтатын. Сол кісінің қасында жүріп, кейінінде мен де осы ән айтуды үйрендім. Және қазірге дейін осы ән айтуды өзім үйреніп жалғастырып келемін. Бұдан кейінде осы ойым бойынша өзім жалықпай үйреніп, осы ән айту, ән жазу, сахнаға шығу, осындай өзімнің қызығатын кәсіпке тырысып, болашақта бір жақсы бір әнші болсам деп үміт етемін.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Chiroyli naqshanga o'zingni bir tanishtirib bergin. Özüm isim Oraz Көкчал, Қазақ, Үрімчі, Мейдің районы, Отлақ Башқұрыш идарасынан келдім. Bu Qalğaç degan naqsha bizcha endi hammamizga tunishliq, intayin chiroyli melodiyalik, ham sizlardimi, bizdimi yaxshi ko'radigan naqsha bu. Bizga bak tunishliq har birimiz uchun. Mening aylanmasligimga sabab bo'lgan bir omilni sana deb o'tay. Shu naqsha biz uchun intayin bak tunishliq, bak jiq olingan naqsha bo'lg'achqa mening his qilganim ozroq ovozdagi bo'lmo, tuvan ovoz qismida o'zim jiddiylik bo'ldimi, biroz egiztashlik bor. Ondan udarda kichkina muqimsizlik bo'lib qolib, men aplodab qoldim. Bak chiroyli aytgan lekin tabriklayman bu sanada biz uchun shu naqshani elga sunganliging uchun. Rahmat. Şunaq yaxshi aytib berdingiz. Rahmat. Afv olsun. Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Bu naqshni bek chiroyli aytdingiz. Aviyadan Abdulla efendim aytgandek bu naqsha bizning Uyg'ur millatiga yumor bek sungan naqsha. Bu naqshni biz kichikimizdan anglab cho'g'ilgan. Bu naqsh bek sunishli naqsha. Siz aşı yuqori qismiga nayt yaxshi chiqdingiz, ovozingiz turaqliq. Bizning Mahmud efendim aytgandek tuvan qismida ham ozroq masala bor. Shiyagi muhim masalasi aytgan vaqtida başlığa vaqtida qarnagash aşın qara qanadında yer betim Muşu muqimlik yo'q. Yuqori qismida yaxshi. Diğerden katta, katta aytdingiz. Muşu muqimlik bo'lmaganligi uchun men aylanmadim. Sizdan bu so'rayman. Kechiring. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Men bir ishni so'rab olay, ha. Deganda aytgancha ishdingizmi? Aytgancha ishmadim. Ha, shu. Bayatın Efendimiz'e hanımla degandek şu azroq turaqsizliklar yuz berdi. Men o'xshash his qildim, lekin men yana o'rildim siz uchun. Bizning san'at beg'imizda har xil gullarniki qo'raklab etishi, har xil turaqlarniki chechilishi kerak. Shunga bundan aytgan chayni cho'qin kichib başqa ketib qolgan haqiqiy yerlarni biz asosda kelishib olamiz. Asosda tuzib olamiz. Erkin o'ngshirtiman deydi-ku. Men shu tuzini tanshab qolgan shu aytgancha qilman. Muborak bo'lsin. Yana ko'rishaylik. Rahmat sizga. Tabriklaymiz. Qanday bo'lsa, o'sha qalırgaç degan naqshni o'z ovozimdan bizga anlatganimda Diyarımızda her qaysi milletler qeyrindosh, qalbdosh hamnafas. Oraz yana bizga millatlarning o'rtaq qalb sadosidan anglatdi. Erkin Abdulla efendining tirishchanlik bilan Oraz san'at babida yangi sadolar yangratgisi. Bu programmani diyorimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjir Islam tez tomorqanisi alohida talab qildi. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra madaniyat tarixi sherikli birlikda ishlagan Chin Güzel Jipak yo'li sadosi programmasi. Bu yigitning ismi Tursunjon. U bepoyon sahroda o'zining muğluq naqshlarini yangilatib kelgan. Mana endi u bu naqshlarni bizga taqdim qilmoq bo'lib keldi. Omad yor bo'lsin. Qiziqishim bo'lsa, naqsh muzikalarni anglashni yaxshi ko'raman.
Artıqçılığın basa buttaçılış, naqş etiş, şundaqla işdən sırtqa yəni şu dehqonchilikning arzal mezgillarda naqsh yegizish, ahang ishlash qatorliqlarni qo'yma. İkinci kelsak, men bu Ipak yo'li savdosi programmasiga qatnashib, tizimni o'tib shu 300 kishilik muayyanning ichiga kiralganimdan intayin xursandman. Men cho'qim 16 kishilik muayyanning ichiga kiralishimga ishonchim komil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yigit o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Ismim Tursunjon Turib, bu yil 29 kirdim. Postkan naysini bo'laman, kasbim dehqon. Bu bir anlab bakmagan nakış kim? Bu nakışı kimga tekstni o'zim yozgan.
Mübarek olsun yaxshi yozibsiz. Ahangchi? Ahang bizniki shu Poskan noisining bir ijodiyatchi Amangulimin deydigan bir xonim bordi. Noilib o'mekda. Shuniki ijodiy naqsh. Odatda Mavu Yipek yo'li sadasi mushu yaxshi ovozlarni tanlash, yaxshi naqshchilarni tanlash bir musobaqa ko'rgi bo'lyapti emasmi? Buningda har bir meningcha har bir naqshchi o'zining chiqarayotgan ovozini mas'uliyatchanlik bilan eng chiroyli, odamni eng ta'sirlantiradigan bir hissiyat bilan o'tish kerak. Shunda bo'lganda hammamizni ta'sirlantira oladi. Meningcha sizning ovozingiz yaxshi, doirasi keng, yuqorisimi bor, to'nimi bor, yaxshi bir sharoiti bor ovozga. Bundan keyingi naqsh aytish hayotingizda siz bu kasbni suysiz albatta. To'g'ri. Davomli mush naqsh aytishni yaxshi ko'rsiz. Davomdan keyin menimcha siz shu ifodalamoqchi bo'lgan mazmuningiz bilan chiqarayotgan tekst bor, tekst bilan o'zingizning shu ohangni ifodalashingiz, ya'ni ovoz chiqarishingiz, puroqlarni, hissiyotni berishda biroz texmi yaxshi jug'asangiz, yo'riq ishlatadigan vaqtida yo'riq ishlatsa, hissiyot talab qilgan yerlarda azroq siliq hissiyotni ifodalasak, texmi yaxshi bo'lib ketgudek. Siz odatda so'rlarni naqsh aytamsiz. ishdan sirtqi vaqtda o'zimiz shu dehqonchilik ishlarini qilib bo'lgan. Biz o'zimda duttadan bir chalsiz bo'laymiz. Dutta chalma. Mening bir bayat o'yildim-chi, balkim siz shu men muzikani qo'ygan muzika bo'lgandan keyin oshning toza kunamayaptam deyman. Men shunda o'ylayapman. Sizning uchun o'zingiz bir dutta bilan o'ylab boqmadingizmi shu naqshlarni? Ben şu budaqdan şu fursat bo'lib qolsa kelsan. Cho'qim dutta bilan aytaman. Men o'zim bilib aytamadim. Men kishigim o'zim birni kelib yetishib ko'rgancha agar qo'limda gitar olmasa men toza obda aytolmayman. To'g'ri. Men bayatni his qildim, natijada qiyib ketgan. Balkim shu muzika ko'namayaptam nima, dutta bilan fakkiz bir dutta bilan yoki yana bir do'stingiz chaqirib bir dutta bir tambur. Bularcha oshna aytgan bo'lsa, yaxshi Sizga omad tilaymiz. O'zingiz bundaq o'rilgan vaqtda siz Beyxon degandek his qildik. Beyxon degan kadrdek salafitingiz va kezimiz sizning. Sizga omad yer bo'lsin. Kechirsiz. Kelar qatimliq sahnalarda texim yaxshi natija bilan, chiroyli kulkularimiz bilan, xo'shallik bilan Bo'ldi. Tursunjonning bizga yetkazgan baxshilaridan uning talantini ko'rdik. Uning hayot yo'liga yangi natijalar yor bo'lsin. Bu programmani diyorimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomoqxonasi alohida talab qildi. Chin Nuri biopan texnikasi Sultan Zavqi ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Har bir yurakda hamon bir orzu bo'lur. Nazmun qadamlar, umid istaklari bilan Aqsu diyoridan Abdikim Aysomi yetib keldi. Uning qalbi nimalarni kutadigandir? Bitta vaqtlarda shu muzik chelish, muzika akordlash bo'lgan. Ham bu qatim musobaqaga kelishimdagi maqsad o'zimning naqsh etishga alohidligim qanchalik, saviyam qanchalik, shunaqla shu musobaqa orqali o'zimni bir chiniqtirish maqsadida keldim. Ham bu musobaqada yaxshi bir natijaga erishish uchun barliq kuchimni tashlayman.
sen bahar Gözlerim seni Gülge uçtan Baktın gülü bu Gülem sen bahar Ümmet armanı Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Bakıp kuyaşı Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Gözümün karası Kara saçında Gözün nuru bu Gülem sen bahar Aşık dünyası İken acayipta Üsal kızı bu Gülem sen bahar Ümmet armanım Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Bakit kuyaşı Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Ümmet armanım Yanıla senden Kütülmesini Gülem sen bahar Bakit kuyaşı Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Kütülmesini Gülem sen bahar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beyden taraf ketdi. He. Hazır. Yaxshi. Endi izan tanıştırıp edi. Assalamualaikum. Töven oturgan barliq aziz mehmonlar, shunday san'atkor ustozlar, yaxshimisizlar? Men Aqsu Avod diyardan keldim. Ismim Ablikim Isa. Bu yerga 25 yosh kirdim. O'qigan kasbim usul. Naqsh etishni qachondan boshlab o'rganyapsiz? Naqsh etishni kichigimdan tortib ham qiziqdim, yaxshi ko'rdim. Endi sen tafsilroq deb berganda kichik vaqtingda kimlar sana bu naqshga yo'l boshlagan? Uydagi cho'nglarmi yo? Shu 8 yosh, 9 yosh vaqtimdan tortib men milliy muzikaga bakroq qiziqqan. Shuning bilan
O vaqtda menga ustoz bo'lmagan ekan, opam yaqindan menga ustoz bo'lgan, ham ona ham ustoz bo'lib, menga tekstlarni yozib berib, tekstning o mazmunini o vaqtlarda tushunmaydi ekan to'xma. Alg'ma gapning ma'nosini degan gap, shularni aniq menga tushuntirib, ashta yetaklagan. Uning dastlabda shu o'rgangan shu 8-9 yosh vaqtida hozirga qadar yaxshi ko'rib, ham chelib, ham o'rganib kelayotgan narsam shu milliy so'z naqsha. Ya'ni shu dutta. Ha. Uydagilaringizdan kim keldi? Uydagilarimdan faqat mening qo'shkizak singlimdan keldi. Ha, sizlar qo'shkizak. Ha. Qo'shkizak u naqsh aytamdi. Ya, u naqsh aytmaydi. Biz öğrendik, biz aylandık Abdullah efendim bilen, ben ikimiz sizge aylandık. Sizinki aşı hartılgan bir vaxtınızı saklap tuttuk. En ahırda meyli temtirirsiniz, meyli kandak buluşunuzda qat'i nazar, siz özünüzün bağnaşını bir ifadəlep berdiniz, sizin avazınızı bir segrek işbaken. Bugünkü temtirip gitip pek yaxşı etip ketenmegen bolsanız mı, lekin şu segrek işini biz bayqab aldık. Şunun için aylandık siz için. Eğer bugünkidek temtirish bo'lmagan bo'lsa, bu naqshini bundan yaxshiroq aytishim mumkinchiligi bormi? Men odatdagi mijozim yo'q vaqtlarda bunday aytib boqmagandim bu naqshni. Men shunda o'ylab qoldim. Menimcha sen bu shu balki mufkamujni chiqin sal charchitib olgan o'xshaysan ovozingni. Chunki bu sening ovozingning shu naqshiga tuvan tarafida yana. Tuvan tarafida boshlanishdagi tuvan ovoz qismini Mahmud efendi dedi, bom tarafini yaxshi bir taraf qilamadi. Hissiyotni beryapsa, kuching berichi hissiyotni to'liq berishga tirishyapsa, biroq ovozingni sharoit yer bermadi. Yer bermay qoldi. Shuning bilan shu demakchi bo'lgan hissiyotni ifodalab beraman. O'zim ashta his qildim deyman. Faqat men bunday taraf aram baxsh emas, o'zim. Shundaqcha bir yerda o'zim Beklam demtirib ketdi. Bu birinchi abi bölükke ikki dem aytgandek shu A bölükke to'g'ri. Boshqa chiqib ketib qoldi. B bölük chiqqanlar hissiyot ham ovozida to'liq kelyapti. Men shu ikkinchi kublikninki shu oyoq tarafga kelgan qadar shunda demtirdim, ikkinchi kublikdan keyin anikiza ozroq bir qadar majburligimni so'qish shuncha kim to'xtadi, lekin yana shu jiddiy bilan tugatdim mana. Endi shu jiddiylikdan qutulmoq tez, biroq biz naqshchilarimizdan, o'quvchilarimizdan amalning bericha sahnaga chiqishdan burun o'zinglarni ozod qilib, kichkina ozodroq bo'lib chiqmasanglar, sizlarni talant to'liq ko'rmay qolamiz. Ikkinchisi, yuqori ovoz qismida bu mayliqi naqrat qismida yana taraqqiy qildira oladigan ishonchim bormi shu naqshini? Asli bor. Men his qilyapman, seni boshida bir qobiliyat bor, lekin bugun faqat yaxshi joriy qildiraman. Lekin men sen uchun ma o'rindiqni aylantirdim. Shuna eng oxirida sizningki tanlashingiz efendimmi yoki xonimmi? Men tanlash fursati kelib qoldi menga, men tayin qo'shal. Tanlash to'g'ri kelib qolsa. Attirga sizga gul yog'larning xanishi bo'lib, teringizning namligini oshirib qo'rqlan tuzaydi. Teringizni tegidan suzildirib nurli qiladi. Gul yog'ining hidi sizning ruhingizni ko'tarib jalbkor qiladi. Tabiiy ishlangan chin nuriy da'vrlarning ishlashiga arziydi. Qani choy iching. Nimaga xushpuroq choy bu? Hammadan esilgan. Ya'ni choy almashtiribsizlar-da. Sizdan mush ig'izingizning hech nimani yashirib olmaydi. Zarafshon yangi qizil tamilchi chiqib ketgan birini setib olgan edim. Zarafshondan yangi sovg'a. Tabiiy xushpuroq Zarafshon qizil tamilchi. Zarafshon choychiligi. Putunuz muzlasa, pochaq siqirab tavsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan, tut ya ot yig'i, tut paqalchaq issiqlik meyi badandagi o'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Chiqroq surishcha. O't ketida.
Tutiya. Güzellikni söyüp, güzellikka intilguchi xonim qizlar har vaqt o'zining go'zal husn jamolini namoyon qilishga intiladi. G'irim buyumlar ichida lav surqi texmi muhim o'rinda turadi. Shunga xonim qizlarimiz lav surqi ishlatganda o'zlarining kiyib olgan kiyim-kechki va yosh holatiga moslashtirish bilan birga oilada, to'y-to'kin va xizmatda o'xshash bo'lmagan ranglarni tanlab, har xil fasl va har xil mo'yitlarning texmi so'yimli, jalbkor ham haqiqiy chiroyli bo'lishini qo'lga kiritish lozim. Bo'libmi to'y-to'kinda kiyimning rangiga moslashgan lav surqini, oilada, xizmatda so'saroq rangdagi lav surqini, do'stlar bilan uchrashishga borganda kiyib olgan kiyimiga qapoq surqi va angli rangiga qarab yorishimliq sho'xaroq rangdagi lav surqini surish bo'ladi. Shunga har bir xonim qizlarimizning kam deganda 6 xil lav surqi bo'lishi kerak. Sulton zavodi yangidan ishlagan 12 xil rangdagi chinnuri lav surqi go'zallikka talpinguchi xonim qizlarimizga yana bir xushalik olib keldi. Chinnuri lav surqi tarkibida lavga qo'riq tushishning oldini oladigan, lavga qo'riq tushishni kechiktiradigan o'simlik oziqlik mi va sap sho'xla qizil pigmenti bor bo'lib, xonim qizlarimizning lavlarini texmi go'zallikka kirdi. Chinnuri haqiqiy shifoliq mahsulotlari bilan xalqimizning qalbini qoyil qilib kelayotgan Luqman Hakim shirkatining yep-yangi mahsulotlari bilan tanishing. Sog'lom o'riqlashni xohlamsiz? Mana bu Luqman Hakim Zilvaboy o'riq tutish go'hri. Luqman Hakim uchay tozalash go'hri ishingizda tozalab sizga rohatlik ato qiladi. Luqman Hakim uyqu go'hri sizga shirin uyqu berishlaydi. Bu mahsulotlarning hammasi davlatlik GMP tasdiqdan o'tgan bo'lib, xotirjam iste'mol qiling. Luqman Hakim aytadiki, tamomni adil a'la. Luqman Hakim Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Oy mübarek. Bir köşküvettin ya. Emsi tecrübelerini yakınlar. Yaxşı tayarlık ha. Mübarek. İpek yolu sadası, devrimizin sadası, yaşlarımızın sadası. Abdikim Eysa inimiz kiyin, yanımı isim sadalarını yanratkusu. Her günün turqi başqacha. Bu noktadan qaraganda her bir yürekning, her bir ovozning ortiqchiligi alohidaligi bor. O'rtalardan kelgan bu yigit bizga qanday sadosini anglatidigandi? Qiziqishim naqsh etish, kino filmlarda rol elish. Odatda kino ko'rish, sayohat qilish, bozor o'ynash qamroq. Bu qitimliq musobaqada o'zimning yaxshi natijalarini qo'lga keltirishimga ishonchim bor.
meni suygin yolg'onlaringda ketma gülüm menden ayrılık sabrim bilan şu yolg'on suyib ketar bir kun rasta aylanib köymas edim sen köydürmesen Assalomu alaykum ekrandagi ko'ruvchilar. Mening ismim Akram Tursun. Bu yil 22 yosh. Yurtim Bertlajing nayasidan. Men Xinjiang san'at instituti teatr fakulteti rektor yasachilishida o'qiyman. O'zingiz isqidan so'zroq ketkizib qo'ydingiz. Jiddiylik ig'ir bo'ldi. Uning ustiga mikrofonlarga ma'qul yuqori darajada uskunalarga ko'nib bo'lolmadim. Odatda bu boshqalar naqsh etib ketgan bo'lmasa. Ikkalan birla sahnaga chiqib naqsh qilgan burun. Adam bilan o'qigan Mahmud Kambil o'qigan. Ben bilan o'qib ketansizlar. Endi o'qitib qo'ysangiz bo'ladi aka. Fursatlar ko'p, bugun yaxshi tanishib oldik. Lekin men mayoqqa qarab o'tirgan bo'lsam, qanday o'zim tanlaydim jumasini. Agar shu favqulodda jiddiylik bo'lmagan bo'lsa, to'g'ri joriy qiladigan bo'lsa, texim yaxshi bo'lardi. Ammo o'zining ijodiy ohangimi taxir kim biladi buni? Ijodiyatda. Ana. Bizning bu programmada rasmiy guharlajibga o'zi yezib, o'zi aytib hakikaten. Nurg'un kuchlar bayqaldi. Mayli tanlansaqmi, tanlanmasaqmi, bizni tunishligimiz o'zi yaxshi bo'ldi biz uchun. Shu mening bu sahna kelishimga orzuyim sizlarni ben o'zimga ancha ishonchim yo'qdi, lekin jur'at qilib bir chiqish yo'q. Umid zo'r. Yaxshi rahmat aka. Shu sekinlik sifatlarida bilan aytganmiz. Naqshingizni huzurlandik enan. Her bir oylamagan işinin oylamagan neticesi buluşu mümkün. Akram Tursun'un Jipak Yolu Sadası programısı katlaşkanlığının özümü bir netice. Onunla kütülmeyen neticeler yar bolgusu. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik minin Çin güzel gırım buyumları mahirlağa ahmet dileydi. San'atning turi haqiqatan ko'p. Har kim biror turda o'zib chiqishni o'ylaydi. Mutallibjon Ahad Qashqardan salom bilan yetib keldi. Muzikaga bo'lgan o'tdagi ishtiyoqim rasmanlikning to'rtishida 2005 yildan boshlab kompyuterda muzika ishlab akkordlashtirish, ijodiyat qatorliq sohalarda ko'plab izlanib, o'zimni ham kuchlantirib, o'sha sohada ham bir tershay degan maqsad bilan izlanib, hozir qadar mush kasb bilan shug'ullanyapman. Yana o'zligimdan kechiq nurg'un sazlarni, naqshlarni o'rganib, hozir yana o'zimga xos bir uslubda naqsh etishni shaklini topdim deb o'ylayman.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaxshimisizlar ustozlar? Ekran oldidagi, yana to'yandagi aziz qarindoshlarim, hammalarning hozir vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Qashqardan kelgan Mayir Mutallib Ahad bo'laman. Kasb bilan shug'ullanasiz. Shunday nima ish qilasiz deydi. Men kech klublarni naqsh etaman deganlar, boshqa ishim yo'q. Yaxshi. Bu naqshini shunday yaxshi bilan aytib berdingiz. Rahmat ustozlar. Rahmat. Buni cho'ng Ablajon Aud aytgan naqsh. Yaxshi ko'rgansizda? Yaxshi ko'rdim. O'sha uslublarni naqsh etishni ham shu sanimizga to'plangan naqshni intan yaxshi ko'raman. Hammalarni shu qadar hurmatlayman. Sizlarning naqshlarni olib cho'ngildim. Yana anlig'im bor ekan. Shuning uchun siz uchun o'yladim. Rahmat.
Mana mani Hissiyat naqshi deymiz. muzika va hissiyot deymiz. Bak yaxshi bo'ldi. Men bak hayajonlanib ketdim. O'rnimdan turib ketdim, tushib ketdim, balki chiqdim, zodi bak hayajonlanib ketdim. Mushu programmamiz bak yaxshi bo'layotdi. Sizga o'xshash mayirlar chiqyotdi. Men hayajonlanib bosamadim. Sal gaplarim qalayim qolib ketib qoldi. Oldidan shu Abdulla akamning bir fikrini, taklifini bir anglab baqsaq. Biz to'rt elimiz sen uchun o'rindiq aylandirdik. Demak, biz to'rt elimizning hissiyotiga intayin tegdi, nayt keldi-da. Sening naqsh etishing. Hissiyotni, ovozni kontrol qilish, nafas ishlatish, hamma jihatdan bizga yoqdi. Biz to'rt elimiz seni tarbiyalashni xohlaymiz. Shuna ichida ukam Erkinjon bunayt hayajonlandiras past tushib turib ikkinchi misrasida o'ynatdim-da. Baldur aylanding ha uning ustiga. Erkin o'tirsiga tushib angladi. Biz alsallamdi o'zimizni tutilib chandamay angldik. Mahmud apandi bilan ishimiz. Nurli Sami Baldur aylandidi. Biz seni xohlaymiz shaxsan men. Mushunda uslubdagi naqshlarni Abdullajon Avut mush Urumchidagi vaqtida biz jiq hamkorlashgan. Uning naqshlarini ishlashga, tuzashga, xizmatlarga qatnashgan. Endi biz sen uchun xizmat qilishni xohlaymiz. Men ko'p gap qilamadim hozir chunki men rasmiy hayajonlanib o'tirdim. Shuning uchun qolgan ustozlarning fikrini anglayli. Mahmud apandim deydiki, musobaqaning qiyinlik darajasini oldimizda. Cho'qim yaxshi natijaga erishishga chin yuragimdan tilayman. Rahmat. Guruhimda sizdek bolalar kam. Bana lazım endi. Uningda o'sh gap qilolmayman. Bak sahne uray desam taqa. Bir yerni birimi qirtadigan bo'lgan bu-chi. Eng muhimi shu bu bola mas'uliyatchan bola ekan-chi. Hatto biz o'rilib mush oldi qarab o'tag'icha eng oxirgi takit, eng oxirgi turkchi mas'ul bo'ldi shu muzikaga. Men shu yerga bek qoyil bo'lib ketdim. Yuragimga badi g'ozadi. Rahmat. Ustozlar. Nurisa yaxshi dedi. Men bu qoyilumga yaqinmidi, menga qoyil bo'lib ketganga mayda. Ma ish bor. Qoyil bo'lgan bilan men o'xshash ifodalamasam nima foyda? Sen yashoqadigan bek ifodalaysa, o'zingcha. Necha yoshlarda hujum? Bu yil 32 yoshda. Unda yosh farqimizmi cho'ng emas ekan, endi qiz bola bo'lganlar mishni so'rdim. Satoldi. Kimning bolasizlar? Ahadlarning bolasi. Ahadlarning. Mana. Kimning dillar? Ahadlar deydi. Sulaymon qarning bolasi. Na Abdurrahmonning bolasi. Ana gitni oxirin devda ya. Demak cho'g'idan yosh farqimizmi cho'ng emas ekan. Bizning shu muzika jihatda birsimizga hamdam bo'lib, o'zaro o'rganib, yaxshi bir kelajakning bo'lishiga meniki qattiq ishonchim bor. Biz yaxshi bir shu muzika jihatda hamsuhbat bo'lib, mumkin. Mayli siz qaysi atrofga kirishni qat'iy nazar, biz yaxshi bir do'stlarni bo'lib qola olamiz. Agar Erkin akam Beyjonga ketib qolsa, meni enim keliva. Abdulla apanım aldirashib qolsa, mening qishim kelishim bo'ldi. Ayol kishining qildigan ishi jiqroq. Ya, er kishiga yetmaydi deyman. Menga yetmaydi. Rast ketma. Abdulla akam bek aldirash. Mening telefonim 24 soat siz uchun ochiq. Mening yolg'iz o'zimning ayrim bir telefonim bor, sen ochiq. Men nomerni deb bermasammi bo'la? Men telefonimni beraychi. Ana ustiga yaraysiz. Mahmud
İkimiz zıtlık. 6 ay Ürümçi tutsam 6 ay günüm Kaşgar'da ötüdüm benim. Bizden oylaşıp çıkılıp kal. Ben muşu ilqi Abdullah Şahinisining ikkinchi qismida mushunda bola bilan bir naqsha etib bir kechilik qilay degan. Mush ish yaxshi bo'ldi juma birodarlar. Ya to'g'ri deydi Abdullah akamning Mahmud akamniki hammalarniki gapi o'rinliq. Lekin yana bir ish borku. Endi ikkalamiz hozir yoshchatib qiran vaqtimiz. Qiran muzika hamajatdi. Endi siz mening guruhga kirsangiz biz o'xshash alog'indak o'talaymiz. Abdullah akam bilan Mahmud akamning guruhiga kirsangiz sal bism bo'lib qoldi. Aka deb bilan deydigan gapimiz deyamay. Başu mağamı bir şeyde ciddisin bulavatılık. Mesela destekte rejissörler şu üzeri bir sanat efendi hanım diyen bu sanatlar ne çırtaylık gepler şunu bir işletsek diyen. Lekin ben hem küçüğümden şu Abdullah Khan, Mahmud Khan'ın naksanlar çoğuğan benimki ustazlarım. Hem de oturup ben efendi diyeceğim tazaylık bir kıl Qamlashmagan deb uzun turib ketgandek qarab qolgancha shunga qisqa qildi gapni. Besim bo'lib qolmasin deyman-ku sizga biz o'zaro Ya Tasirma aka, men yaqinda o'zimning o'rnini sana bermoqchidim. Shunga o'zi qildi. Mushunda bo'laversin, men bu itochulab ketadigan o'xshayman. Men u o'rni qiziq hisob ketdim hozir. Bismillah. Hemen yapılayman. Keçilik kımmadım. Keçilik kımmadım diyenken gap çıkıydı. Şu sana hep bu yaptı ki. Ben keçilik kımmakçı. Ben kımmayım. Sırlam kılsam. Hey Abdullah ka uskatımız cümlesiz. Buraderler. Muş inimli kışınmayla. Beni afkar. Gatçıda dolagan. Ahir kararım. Ama okşaş ben keskin 3. sıradan talep edip sizin keskinle gat. Ben ahirgi çörmet kılıp ağlı yutip andını ördüm. Hürmetli ustazım bana ögülgeni köp teşekkür rahmetullah. Bana dilana selamet ömrüne uzun olsun. Rahmet. Ben kimni tanısam bana qarab turib degine. Aldım. Kima? Besim işletme Allah, besim işletme. Ya qarışıp turib bir kimni tanlig'ini bir ko'rib bir taraf bo'lay deyman bu. Nimeli bo'lsa ha? Tarafqa. Ben hozir Şu talablar resim çeşkinden ko'nglik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Akrama sudga mehri. Ne kadar? Mehri? Mehr alaydı supun paraşuga her bir ailega mehr ata qilg'usi. Şu tarafta elram suda suyu bo'lgan bo'lsa. Abduka, mushtirqida elramning sodasi yo'q ketgan bo'lsa, ha? Ya Allah, Rozak Mufkam, sening dardingda bir narsani xotirjam xiyol qilib bo'lmagan jima? Bilaman aka, men shuni elram g'amrahligini. Voy, rostla elram suda suyu bu. İşte aka, uylarga operatsiya hisoblaymiz. Maqtimi san bilman. Elram suda suyu qanqimayni seri, tamoqni tabiiy singdirib, ardiqingizni chiqardi. Ajab yurak yaqta. Elram suda suyu. Alpida biopemtexnik çeklik şirketi halkımızın sağlamlığı için izchil tirishib keldi. Ko'zga oq tushish, glaukoma, ko'z besimi ortib ketish, ko'z nervlari yigilash, kristal tancha to'qilishish alomatlari uchun Alpida shirkati kayning ko'z ro'shanlashtirish tabletini elga sundi. Qil ko'riki so'z bilan, jahon ko'riki ko'z bilan. El saqliqda vaqtini Alpidadir ko'zliga. Kayning ko'z ro'shanlashtirish tableti.
quvvat oziqlik mahsuloti Luqman Hakim Oqsil quvvat talqini mana bugun chiroyli nafs holati bilan gul chiroy ochdi. Sovg'atlarning isili Luqman Hakim sovg'atliq Oqsil quvvat talqini. Luqman Hakim qachon har joyda, har chiroyda tabassum bo'lsin. Tabassum. Noni haqida so'z to'la. Lekin lilladek amaliy harakat as. Lillah nonisi pokni so'zlaydi. Unumni ko'zlaydi. Xalqimizga lillah narsini tavsiya qiladi. Lillah nonisi, lillah unumning kafolati. Chin Nuri Biopan texnikasi Sultan Zavod ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Erkin efendim tanıdım. Ben hazır Erkin efendim tanıdığımızda kiyim insanları oldu. Ümit bo'lmasa ishonchim bo'lmaydi. Ustozlar ümit bilan Mutallibjonni rag'batlantirdi. Moyilligini bildirdi. Mushuning o'zimi natija demakdir. Mutallibjon ahad yangi natijalarni yaratmoqchi. Jipak yo'limizda yangi turli sadolar yangrimoqda. Mana bu saniq kelganda Abdulla Abrim efendining gruppasidagi moyirlar 6 ga yetdi. Mahmud Sulaymon efendining tanlagan moyirlari 2 ga, Nurnisa Abbas xonimning tanlagan moyirlari 2 ga, Erkin Abdulla efendining moyirlari 3 nafarga yetdi. Bular qanday natijalarni yaratadi, yana qanday moyirlar mahorat ko'rsatadi. Jipak yo'li sadosi programmamizga davomli nazar solg'aysizlar. Yaramızda tuncu bulup yolu koyulgan Şinjan Talant Sahnesi programmasını Şinjan Televiziya Stansı bilen Şinjan Dolan Okaçılık Şirketi birleşip uyuşturdu. Fakat sizde nakşı usul, etuat, muzika, sehirgerlik, icadiyet ve başka her kandak bir türlük alayda maharetiniz olsa siz Talant Sahnesi arkalık çaklığa yıldız buluş arzuğunuzu yetemeysiz. Hem özünüzü oylap bakmadan mukaffatlarga erişeleysiz. Bağlı uçular. Kalbimizdeki arzuyumuz Talant Sahnesi reallıkka aylansın. Belki bu qitim tunildigani siz bilishingiz mumkin. Mayli siz qaysi kesib, qaysi sohadan bo'ling, boshqalarni xayol qilib hayron qoldira olasiniz. Sahnamiz sizning. Talant sahnasi qobiliyatingizni sinaydigan eng yaxshi sahna.
Qani, dadillik bilan o'zingizni sinab beqing. Bizim suhbatda 2014 yil 11 ayning 20 kundan 12 ayning 20 kunigacha. Çoxum şurası o'g'limning konkurens qoldi ekan. Bak, Paşaxon degan ayol nemish qilib biz o'yinga chiqmaydi desam, kang ko'rmanlar ko'rishga taqozo bo'lib stansimiz ishlagan bu oilaga qarang nomli oila ishchi komediyalik film 11 ayning 20 kunidan boshlab har kuni Urumchi vaqti soat 8 da iqtisod turmush kanalida ko'rmanlarning huzuriga sunildi.